Leksiyalarımızı davamlaştırmaya hürmetli vatandaş. Yukarıdaki leksiyanın devamı. Şu çağda Prezident Obama hükümeti Irak'a yani yeniden asker evetken idi. Şundak konu katanga Amerika yani şüphalamdı. Yani Afganistan'da yani şundak konu katanga şüphalamdı dep sual koyganda. Jack Sullivan mındak görsetti. Prezident Joe Biden'nin Amerika armiyası Afganistan'dan asker çekindirgendiyken Amerika armiyasını yani Afganistan'a evetteş niyeti yok. Prezident Joe Biden Afganistan'dan asker çekindirişine karar kılganda mundaq görsetti. Amerika Afganistan çegarası işideki her kandak terörizmlik tehditlerini mölçerlep durdu. Hem de burayında nurgun baylık kaldırıp çıkıp ketidi. Hem de burayında nurgun baylık kaldırıp çıkıp ketidi. Devlet bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan mundaq ko'rsatdi. Nazarimizni muhim nuqtalardan boshqa tarafga burab ketish g'arazimiz yo'q. Mana jumlaga diqqat qiling vatandoshim. Nazarimizni muhim nuqtalardan boshqa tarafga burab ketish g'arazimiz yo'q. Biz iqtidorimizni qaytadan belgilaymiz. Afganistan'da terörizmlik hareketlerine devamlı zarbe berimiz. Amerika İstihbarat İdaresi'nin başlığı Barnes. Ötken hafta Kengash Palatası İstihbarat Komiteti guvohlik berganda mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasining Afganistandan chekinishiga agishib, Amerika Afganistan'da axborot to'plash va harakat qo'llanib radikalistlar tehdidiga taqobil turish iqtidori ajizlaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti birinchi oyda e'lon qilgan bir parcha dokladida mundaq ko'rsatdi. Afg'onistonda kam bo'lganda 500 nafar ba'zi tashkilotning jangchilari bor. Yana bir xabar, hurmatli vatandosh. Kishilik huquqni tezlari aytib o'taylik. Yo'q, davom. Kishilik huquqni kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkiloti murojaat qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb ayblanish bo'yicha Jungo Xinjiangda tekshirish elib berishini talab qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Jungo insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb ayblangani bo'yicha Jungoning Xinjiangda tekshirish elib berishini talab qildi. Mavzuli xabar 4-oyning 20-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar undaq boshladi. Kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkiloti murojaat qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jungo hukumatining Uyg'uristonda zo'ravonlik qilishi va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb ayblanishi bo'yicha tekshirish olib berishini talab qildi. Xalqaro kuzatish tashkiloti haftaning 1-kuni e'lon qilgan bir parcha dokladida mundaq ko'rsatdi. Jungo hukumati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlarga va boshqa sonliq millatlarga siyosiy ziyonkashlik qilish bilan insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Jungo rahbarlari umumiy yuzlik va sistemlik zo'r ko'lamlik nazarband qilish va jismoniy jihatdan azoblash va madaniyat yo'qotish qatorliq jinoyat sodir qilganligiga javobgar bo'lishi lozim. Kuzatish tashkiloti dokladida mundaq hisobladi. Moslashtirilgan birlikka kelgan xalqaro harakat qo'llanib, buningga mas'ul kishilarni embargo qilib, mas'uliyat surishti qilishni ilgari surib, Jungo hukumatining siyosatni
o'zgartishiga besam ishlatishi kerak. Bu 53 betlik dokladga mundaq mavzu qo'yildi. Avlodini quritish, yiltizini yo'qotish. Xalqaro kuzatuvchi kishilik huquq tashkilotining mushu doklati qo'yilgan mavzu avlodini quritish, yiltizini yo'qotish deb mavzu qo'yildi.